Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 10-oyning 31 kuni shanba. Men sizlarga ozroqcha usullarni yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu haftadagi eng chong xabar yenilamkin Amerikadagi prezidentlik saylominiki ishi. Bu vaqtda hozir xabar bek ko'p. Hammani deb o'g'ilmaydi. Men o'zim tanlaganlarini muhim deb qaragan bir necha nuqtalarni deb qo'yay. 3 kunning oldida Amerikadagi bir media shirkati Baydenni intervyu qilgan, Bayden bilan bir suhbat o'tkazgan. O'tkazib uningdan sizningcha hozir Amerikaniki eng chong dushmani kim o, tahdid kim o deb so'ragan vaqtida eng chong dushmani Amerikaniki Rossiya, undan keyin Xitoy Amerikaniki eng chong raqobatchisi degan gapni dedi. Endi mush so'zning o'zidan agar Bayden Amerika prezidenti bo'lib qolsa, bundan keyingi ishlarniki qandaroq bo'lganligini biroz tushunib olg'ili bo'ladi. Shunga bu yerda men o'tgandimmi degan, agar Bayden ussa Xitoy ustidi deb Donald Trump davomli qashaq deyotdi. Bayden ussa haqiqatan Xitoy bilan bo'lgan munosabatga kelgan chog'da Donald Trumpniki hozir qadar tutgan yo'lini o'zgartirish mumkin. Şuna bu biz için bir paydasız ahval. Eğer Donald Trump ussa Xitayga bo'lgan besim zarbini texim kuchaytirdi. Şu orqali Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki o'rilishini vujudga keltira olishi mumkin. Ashta bo'lganda Xudoyim bursa Uyg'urlarga erkinlik erishidi. Shunga bu yerda bu qatimgi saylamda biz uchun bu manfaat intayin cho'ng. Ashta bo'lgan uchun hammamiz diqqat qilyapmiz bu ishga. Men shundoq hozir endi yangidan chiqqan bir narsa xabarlarda bor. Amerikada saylam bileti degan bilet bor. Odam bileti emas, odam bileti bo'yicha hisoblanmaydi. Harbiy shtatlarga saylam biletini taqsim qilib bergan. Shu bo'yicha saylam berildi shtat bo'yicha. Undan keyin oxiridagi umumiy sonni qo'yish orqali prezident saylandi. Men turayotgan Kaliforniyaniki bileti eng ko'p saylam bileti eng ko'p amaliyotda. Lekin bizning shtat demokratchilarniki shtati her qatim demokratchilar ustida bu shtatda. Ishqilib bir kandidat 270 saylam biletiga erishsa Amerikaga prezident bo'ldi. Hozir men yaqinda chiqqan bir ahvol nima desanglar, mana shu virus tufaylidan bu yilgi saylam burunqilarga sal o'xshamaydi. Masalan, oldin bilet tashlashga yo'l qo'ydi. Hozir kishilar bilet tashlashni allaqachon boshlab bo'ldi. 80 milliondan ko'p Amerikaliklar bilet tashlab bo'ldi. Ondan keyin pochta orqali bilet tashlash ishi yo'lga qo'yildi. Biz pochta orqali bilet tashlab bo'ldik allaqachon. Ashta qilib hozir bir shtat 11-yanvar 3-kuni seshanba kuni bu ishlarning ishi saylamning ishi oxirlashmaydi deb uni 3 kun uzatib etdi Amerikadagi bir shtat. Yana bir shtat bo'lsa 9 kun uzatib etdi biletni sanash vaqtini. Ashta agar 3-chilar soat 8gacha, kech soat 8gacha sanalgan biletler sanılıp Donald Trump yoki Biden'niki bileti 270 saylam biletidan ko'p bo'lsa bir prezident saylanib ketadi shu vaqtda uzilamikin. Agar undaq bo'lmay qolib qolsa, ikki kandidatniki hech qaysiniki saylam biletiniki soni 270 ga yetmasa 3-chisla 11-noyabr kuni saylamning natijasi chiqmaydi. Bir olsa ağır saxlaş gerek 9 günlükçilik yoki bo'lmasa bir odamniki 270 ga bağıçılık saxlaş gerek. Mesela bir ahval var. Bularni sizlarga deb qo'ydim. Ondan keyin tunugin Amerikaniki 3-darajalik cho'ng amaldori Nancy Pelosi bu xonim prezident va muavin prezidentning kelam turidan shu xonim bir gapni dedi. Bu qatimgi saylamning natijasiniki qanday bo'lishidan qat'iy nazar kelar yil 1-oyning 20-kuni Joe Biden qasam ichib Amerikaga prezident bo'ldi deb. Bu intayin bir g'alati gap bo'ldi. Nurg'un odamlar cho'shib ketdi bu gapni anglab. Bu degan qanday gap? Saylamning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Joe Biden Amerikaga prezident bo'ldi deb. Yangi saylangan prezident kelar yilniki 1-oyning 20-kunidan boshlab xizmatga tushdi. Shu 1-oyning 20-kunida qasam ichish murosimi bor. Shuningga Biden ashta bo'ldi degan gapni dedi. Bu gap nurg'un odamlarni hayron qoldirdi. Amerikaning asosiy qonuni
hozir qadar tutib kelgan yo'llar hammasini birga qarib qo'ymashdan gapni deyotdi. Shunga bu qatimki saylamdan keyingi ahvol to'g'riliq har xil andishalar bor. Amerikada bir cho'ng qilam qancha chiqqan ekan degan andishalar bor. Hozir anglasam qurollarning sotilishi intan kuchga ketibdi Amerikada. Hozir do'konlarda o'q muqammadi deydi. O'q sotib olganlarga o'q yo'q deb shunday deydi. Nurg'un kishilar qurol elib, o'q elib bir qilam qancha chiqib qolsa o'zimizni qo'daymiz deb shuni tayyorlayotgan ahvol bor. Ondan keyin o'sha harbiylikdan qaytgan nurg'un odamlarni bir qism boy odamlar o'zini qo'dichi qilib ish qilib ahvollarmi bor. Endi qaysi darajada qilam qancha chiqadi bilolmaydi. Amerika bak kuchli davlat. Menimcha bak ansirab ketishning hojati yo'q. Lekin hozir har xil gap so'z bu ishlar bak ko'p chiqyotdi. Mana Xitoylarniki erkin mediachilarniki leksiyalarni olsanlarmi bu vaqtda gap intayin ko'p. Shaxsan men uncha ansirab ketmayman. Amerika uncha ishlarniki o'tisidan chiqalaydi deb o'ylayman. Lekin ma'falar qisqacha deb qo'ydim. Endi yana bir ish shu hozir shu rais nashta Baydenniki Trump'dan jiq oldida ekanligi to'g'ri gap bak to'la. G'arbniki medialarda, bu Amerikaning mediasida bu gaplar bak to'la. Men ularga ishonmayman. Nimishqa desanglar bu saylamda nurg'un ko'rsatkichlar bor. Hozir qadar shu oldingi 3 qitimliq prezidentlikning saylamida shu rais nashta eng to'g'ri chiqqan ikki shirkat bor. Bu shirkatlarniki rais nash natijasi Trump tutdi. Trump mutlaq tutdi deb chiqyotdi. Bunun ichidagi birisi dastlabda tashlagan vaqtida Biden 10% oldi ekandik Trumpniki. 2 haftaning oldida bu 1%ga tushib ekan. Hozir endi Trump oldi o'tib ketdi. Hatta boshqa shaxsan men Trump nayti cho'ng farq bilan tutdi deb o'ylayman, buni bak ishonaman. Shunga ama shu rais nash haqidagi qalaymiqon sonlarga bak ahamiyat berib ketmasanlar bo'ladi. Bu nurg'un shirkatlar va burun bak xato chiqqan bo'laniki. Bu qatim meni xato chiqish mumkin. Bo'libmi bir qism kishilar hozir bu qatim saylamdan keyin shu rais nashni olib boradigan shirkatlarniki soni zo'r darajada ozish mumkin deydi. Sababi nima desa, o'tgan qatimki saylamda rais nash shirkatlarininki natijasi asosan xato chiqqan. Hech kim Trump tutdi demagan, lekin tutib chiqdi işte bo'lganlik uchun. Yaqinda yana bir qiziqarli bir ish bo'ldi. Saylamga munosabatlik buni sizlarga yozishni deb qo'yay. 20 kuni Washington Post gazetiga bir maqola chiqib ekan. U maqolada deydi, Trumpniki bu qatim saylamda o'tish nisbati bir odamni 2 qatim chaqmoq so'qayotganniki nisbatidan tuvan deb. Bir odamni 2 qatim chaqmoq so'qib o'tishniki nisbati qancha ekan desanglar, birini 3 million 600 mingga bo'lib olsanglar, shu kelib chiqqan son bir odamni 2 qatim chaqmoq so'qib o'tadigan ehtimollik chiqadi ekan. Bu gaplarni shu maqolada degan ekan. Ashtada 2 o'tgandan keyin 10-oyning 22 kuni Donald Trumpniki Amerikaniki Chicago degan shaharda bir mehmonxonasi bor ekan. Trump mehmonxonasi degan mehmonxona. Bu mehmonxonani chaqmoq so'qib, bir vaqtda 3 chaqmoq so'qibdi. 3 chaqmoq so'qibdi, uning ikkisi mana V shaklda chiqibdi. Shaklda birisi mayzini so'qibdi, birisi orqa tarafdan xuddi VRPdek. Endi xabarlarda bor G'arbda VRP g'alaba deganniki, Victoria deganniki simvoli. Bu qatim 2 emas 3 chaqmoq so'qibdi. Shunga dindorlarniki, Amerikada nurg'un dindorlar bu Donald Trumpniki mutlaq qutishniki bir simvoli deb qarayotganlar bor. Anadaki yana bir donliq bir pop bor ekan, 78 yoshlik. U pop manda bir gapni debdi. Menga Xudoyimdan bishorat keldi. Bu qatim Donald Trump chiqib utdi deb. Bu gaplarmi shu medialarda biroz tarqaldi. Endi qancha kirasi qulolmaydi, lekin ashta gaplar bor. Endi hozir qadar bo'lgan shu saylam anikin rais nash natijalariga asoslangan chog'da Amerikadagi dindorlar asosiyatan Donald Trumpga bilat tashlaydi ekan. Biden tashlaganlar ancha dindor emas, dinga bir ishim ketmaydigan odamlarning ko'pinchisi Bidenga bilat tashlayapti. Bo'libmi church goer deydi, cherkovga bordiganlar asosan Biden nima Donald Trumpga bilat tashladi degan gaplar bor. İkinci çoğun xabar yaqında Xitoylar Koreya urushiniki 70 yilligini xotirlaydigan bir yig'in ochdi. Bak cho'ng emas, kichikroq yig'in.
shu yig'inda Shi Jinping so'z qildi. So'z qilib, bu Mao Zedongniki bir gapini naql keltirgan. U nima desanglar, Jungo xalqi hozir endi tashkillandi. Uningga boshqa asossiz chaqlanmaydi degandek bir gapini Mao Zedongniki degan gap ekan, 53-yil degan gap. Bu Mao Zedong asarlari to'planmasiniki 5-qismida bor ekan. Shi Jinping shu gapni aynan shu yig'inda takrorladi, demakchi o'g'ini Amerikaga bir propoz qilmoqchi endi. Endi biz kuchaydik, sizlar asos chaqlanmaysizlar bizga degandek gap shu mazmunda degan. Shi Jinping bu gapni deb bo'lgandan keyin Amerikadagi tashqi ishlar ministri Pompeo Hindistonga berib, Hindiston bilan bir yaxshi ittifoqlik munosabat o'rnatdi. Shi Jinping Jungo xalqi tashkillandi, endi hech kim chaqlanmaydi dedi. Pompeo emniyatni ko'rsatib qo'ydi. Hozir Amerika bilan Hindiston yaxshi tashkillandi, bizga sizlar asos chaqlanmaysizlar degandek bir amaliy ahvolda ko'rsatib qo'ydi. Bu bir yaxshi bir o'xshatish bo'lganligi uchun buni deb qo'ygim keldi. Üçüncü çoğun xabar, bu Amerika'da bir çoğun xabar olib ketdi. Hozir Biden, uniki ailesiniki ahvollari, o'g'liniki bir qism jinoiy ishlari haqidagi nurg'un uchurlar cho'g'ilib chiqyapti hozir. Shunday bir isbotlangan bir materialni birallan boshqa bir yerdan Kaliforniyaga pochtadan avatib ekan. Yo'lda buni haqlar o'g'irlab ketibdi. Buniki qanday isbot ekanligini bilolmaydi. Uchuqum nima deymiz, yumshoq detal shakldagi narsa emas, bu chuqur bir pochtadan ma'lumot bo'lgan narsa ekan, lekin Kaliforniyaga kelgan chog'da uniki xaltis kapti, ichidagi narsa yo'q, buni o'g'irlab ketdi yo'lda. Hozir Amerikadagi bu saylovga oid murakkabchilikning darajasi mushtaq bir darajaga berib yetdi. Bu bir cho'ng xabar bo'lyapti hozir. To'rtinchi cho'ng xabar, yaqinda Amerika 8 Xitoyniki 8 adamini tutish haqida buyruq chiqardi. 5ni tutdi bulardan. 3 Xitoyga qochib ketibdi. 5ni tutdi. Bularniki ikkisi Kaliforniyada ekan, Xitoy, yana ikkisi New Yorkda ekan, bularmi Xitoy, yana birisi Amerikalik ekan. Bu Amerikalikni shu Xitoylar xizmatga elib, xizmatga solgan ekan. Bular nima ish qildi desanglar, Amerikadagi shu Xitoylarga, Xitoy faoliyatchilarga tahdid solgan ekan. Xitoy tarafda ularniki urtiqanlarini tutib olibdi u yerda. Tutilib, meyada bularga besim ishlatib, masalan, Xitoy qaytib ket, quvvatga ishini to'xtatgan deb, masalan, tahdid soldigan ishlarda shug'ullangan ekan. Bulardan 5 odamni rasman tutdi, 3 qochib ketibdi Xitoyga. Bunday bir voqea bo'ldi. 5-chi cho'ng xabar, bu qatim Pompeo chet elga qilgan safarida Indoneziyaga bordi. Indoneziyaga berib, Indoneziyadagi xalqqa sizlar Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qanday muomala qilayotganligiga ko'ngli bilib, Xitoyga qarshi bir maydon tutinglar degandek mazmunda gap qildi bu yerda. Endi bu Amerikaniki bir cho'ng boshlig'ining chet elga berib, musulmon davlatiga berib, Indoneziya musulmon nüfusi eng ko'p bir musulmon davlati, ashyaga berib, bularni Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'llashga chaqirishi bu bir tunji qatim bo'lgan ish. Bu hammamizni bek xushal qiladi. 6-chi xabar, yaqinda shu Amerika Kongressdagi bir qism kishilar, uning ichida Cumhuriyetçilarmi bor, demokratchilarmi bor, birlashib bir resolution, bu qonun, bir qaror loyihasini o'tirib chiqadi. Bu da loyiha hozircha rasmiy tasdiqlanib bo'lgan ish emas. Bu loyihaning mazmuni nima desanglar, Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deyish kerak degan bir qaror loyihasi endi. Genocide deb atash kerak degan narsani. Buni chiqargandan keyin 10-niki 28-kuni Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi mush masala ustida to'xtalib, ozroq gap qildi. Bu qilgan gapining ichida qilgan bir gapi 2010-yildan 2018-yilgacha Uyg'urlarning nüfusi 10.170.000.
nima do'stlar, agar meniki hozir normal bo'lsa, bir uchirib o'ndirtinglar. Hozir normalmi? Ovozim chiqyaptimi? Bu ko'rinish to'g'rimi? Bir uchirib yezib qo'ygan bo'lsanglar. Albatta o'zi ketib qoldi. Nima? Nima kechiringlar. Bu nayt bo'lmaydigan bir ish bo'ldi bugayina. Telefonim o'tirdi, to'xtab qilib. Buni to'xtatib, telefonni qaytadan boshlashga to'g'ri keldi. Biz o'yinki internet bek tezdi. Bu internet masala chiqmaydi odatda. Hozir ishda bu quvvatida. Hayron qoldim men. Nima shuna qilib Xitoylar 2010-yildan 2018-yilgacha Uyg'urlarning nufusi 25% ko'paydi. Bu butun Xitoy bo'yicha boshqa har qanday davlatlarga qaraganda eng ko'p. 2018-yildagi Uyg'urlar nufusi 12 million 720 ming degan bir son o'tirib qo'ydi. Meniki tunishtirim bor. Bir inimiz mush uchirga oid necha materiallarni to'plab menga aytib bergan. Men ashlarni yig'ib Xitoyniki mush Uyg'urlar nufusi kelgan chog'dagi naydi qalaymaqanga qilganligi o'zining ehtiyojiga qarab turib shuni tafsil yezib Twitterga chiqarib qo'ydim inglizcha. Uni men o'tirib qo'ygan bayonlarni isbotlaydigan Xitoyniki o'zlarining hujjatlarini qo'shib chiqarib qo'ydim. Hozirgi gap 2018-yilning oxirigacha Uyg'ur nufusi 12 million 720 ming bo'lsa, undan keyin nima bo'ldi? Hozir undan keyin 200 o'tib bo'ldi. 2019-2020-yilda. Undan keyin Uyg'urlar nufusi qanday bo'ldi? Yaqinda Xitoy hukumatiniki degan gaplarining ichida bu to'g'riliq hech qanday mazmun yo'q. Shunga buni men Twitterda eskartib qo'ydim. Xitoylar nima uchun 2018-yildan keyingi nufusga to'g'riliq yaqinmaydi deb kechiringlar. Nima meniki o'zim izil deb ko'rayotgan narsam Uyg'urlar nufusi asli 20 milliondan kam emas. Qolganlarini bular shunaqda 8 millionga yaqin Uyg'urlarni hozir sulab, uni qilib, buni qilib bir taraf qilib bo'ldi bular. Shunga hozir qo'rqmay Uyg'urlar nufusi 12 million 720 ming deb atadi. Bu yerda keyingi 2 yilning soni yo'q dedi. Bu to'g'riliq biz davomli Xitoylarga besim ishlasak bo'ladi xalqaroga deb bu ahvollarni. Ondan keyin yana bir muhim narsa men sizlarga deb qo'ygan bor. Hozir xalqaroda necha o'rinlar Sharq Turkistondagi jazo lagerining soni haqida tekshirish olib berib, jazo lagerlarining soni 300 bilan 400 ning oralig'ida chiqadi. Xiljiq ko'p o'rinlar. Uyg'urlarmi bor bunda qolganlarning ichida. Hozirga qadar bu jihatdagi ma'lumotda eng nufuzliq va eng to'g'ri kishi doktor Adrian Zenz. Hozir Amerikada tadqiqotlar shug'ullanyapti. O'zi Germaniyalik. Bu kishining o'tirib qo'ygani 1300 bilan 1400 ning oralig'ida jazo lageri va Uyg'urlarni sulab turayotgan o'rin bor degan narsani o'tirib qo'ydi. Men bu sonni Twitterga chiqarib qo'ydim inglizcha. Shunga bu son hammamizning ko'nglida bo'lsin. Adrian Zenniki o'tirib qo'ygan soni 1300 bilan 1400 ning oralig'ida. Endi vatanniki ahvolida to'g'ri qazaraq uchirib beray. Xabarlarda bor yaqinqi vatandagi eng chong xabar Xitoylar 3-qatimliq Uyg'urlarni sulashni boshladi. Bu janubda Qashqarda, aniq G'uljida ikki yerdagi videolari keldi. Qog'oyalarda bu ish qaysi darajada bilamadim, lekin Qashqar bilan G'uljida bu ishning bo'lganligi aniq. Bu qatimqi g'alati ish Uyg'urlarni yarim kechada shu bizniki yerlik vaqtimiz yarim kecha 12larda tilag'a chiqib tizildirib sinoq yaparmiz deb, virus yo'qmi sinoq yaparmiz deb bir ishlarni qilyotdi bular. Bu qatimqi 3-qatimliq karantin qilish yoki Uyg'urlarni uyga silab qo'yish haqida menga 8-oyning oxirida yozma uchur kelgan. Shu 10-oyning oxirida yana bir qatimliq sulashning borligi to'g'riliq. Undan keyin shu Uyg'ur kadrlar rahbarlarniki tuqqanlari yiqiliriga 2 oylik yemaklik tayyor bilinglar. Yeni bir qatim sulash bor deb buni izchil deb kelgan 9-oyda masalan. Shunga
bu qitimki bu karantin qilish qandaqdir virusniki tarqalishi bilan munosabatli emas bu. Bu Xitoyniki shu vaksina siniqi bilan siniqi ishi bilan munosabatli bir ish bu. Shunday elib berilgan ish bu. Men shuni aynan yezib inglizcha Twitterlarga chiqarib etdim. Men bunga pek ishoniman. Yaqinda necha muxbirlar kurashgan mush masala to'g'riliq. Ularga bu ahvollarning hammasini dedim. Mening qo'limda yozma material bor. 8-yilning oxirida kelgan Xitoyniki shu 10-yilning oxirida yana bir qatim sulash ishini olib borganlik to'g'riliq. Shunga bu qandaqdir amaliy virusniki tarqalishla munosabatli ish emas. Yana bir narsani asallam odam bu narsani tushunadigan bir narsa Sharq Turkistonda nüfusniki zichligi intayin tuvan. Xitoy o'likleri silashtirgan chog'da. Bu qog'oyada bo'lib ketmay, bu kasal nima uchun davomli Uyg'urlarga keladi. 3-qatim bo'ldi bu sulash. Bu yerda Xitoyniki butun Uyg'urlarni bir meditsina siniqi material qilib ishlayotganligini aniq. Shunga men buni o'zim kurashgan muxbirlarning hammasiga dedim. Bu narsa hamma qarindoshlarning qalasida oydin bo'lishi kerak. Ondan keyin ikkinchi xabar menga kelgan Ürümçide intancık Uyg'urlarniki geli ağrıydigan kesel bu ketibdi. Geli ağrış, geli şiş, ondan keyin geli qichish degandek. Hozir u yerda kishaniki deyishcha buning hammasi shu vaksina siniq bilan munosabatli deb tushundi ekan bular xalqlarmi chiqib umumiyga taqab ketdi bu ish. Uchinchi xabar hozir yana vatanniki hamma yerda qopqoqni ichish degan bahona bilan Uyg'urlarni mas'ul topshirishga bir-birini pash qilishga chaqirib yine adam tutibdi. Shu nimaniki 10 kunning oldida Avatniki bir yezisida 103 nafar yosh bolalarni tutib akitibdi. Hozir bunday ishlar hali ko'p. Mana yaqinda Urumchida tutilgan odamlarning soni 1500 odamdan oshadi. Mana aniq son keldi bu jihatda. Endi hozir bu shaharlarda tutilgan odam topolmay bo'lar. O'tganda sizlarga bir hikoyani dedim. Qashqarda kunlik ishchilarni tutib akitib lager ustuvotganligi to'g'ri 68 odamni. Urumchida hozir tutayotganlarning ichida o'qituvchilar bak ko'pkan. Shu yaqinqi bir necha hafta ichida 1500 qadamni tutib ketdi. Buning ichida shu aqliy emgak qilish shug'ullagan Uyg'urlar, masalan o'qituvchilar ko'p sonni egallaydi ekan. Bu ishlar hozir meni vahshiy berilyotdi. Ondan keyin Uyg'urlarni lagerni qo'yib berish degan ish mavjud emas. Nayti oz sondagi Uyg'urlarni qo'yib beribdi. Qo'yib bergan bilan masalan 10 ni qo'yib bersa, o'rniga 10 ni tutib yangidan tutilib turibdi bular. Hozirgi qo'yib berish tutish ahvolda yuz berayotgan bir ahvol shu. Shunga Xitoyniki bu o'quvchilar o'qish bitdi degan narsa hammasi yolg'on. Bizning Uyg'urlarimizniki kirib ketgan Uyg'urlarning soni azaymadi diqqatli. Bular azan qo'yib bergan bilan o'rnini to'ldirib bordi. Yaqinda texnik keng ko'lamda tutishga boshladi bular. Menga yana shu Urumchi Şinjan hukumatida ishlagan bir yuqori darajalik organdan bir uchur keldi. Organdan ilingan uchur. Mana boshqa adamman bor o'tirdi buni yetkazdigan. Uniki deyishcha shu hozirga qadar lager turmaga ushlangan Uyg'urlarning soni 5 million 600 ming deydi. Bu yaqinqi son. Masalan, eskartib qo'yib o'tganda Gobodan kelgan son bordi. U sonda 9 millionga yaqin degan. Masan 5 milyon 600 ming deydi. Bunun içinde 2 milyon 100 ming odamni shu Şinjan'a yerdan birimiz deb tanlangan 19 o'lka shaharlar bor ekan Xitoyniki. Ashaga akitibdi. Xitoy o'lkalaridagi turmalarga aketgan Uyg'urlarning soni 2 milyon 100 ming. Men buni burun 1 milliondan oshadi deb yurgandim. Masan 2 milyon 100 ming. Hozir endi xalqaro dokladga chiqqanlari 500 mingdan ko'p deb chiqqan. Qahratan degan jurnalga. Şey akitibdi. Lekin 1 milyon 800 ming odamga kesim beribdi. Turmalar jazo lageridan turma o'tkazibdi. 1 milyon 800 ming odamni. 2017 yildan hozirga qadar nimada lagerda o'lib ketgan Uyg'urlarning soni 800 mingdan ko'pga. 2017 yildan hozirgacha lagerda o'lib ketgan odamning soni 800 mingdan ko'pkan. Bundaq o'lib ketganlarning soni turmada sal ozroqga. Sababi nima desanglar, turmada bular qarab turib,
sal o'lib ketganga ko'z yetgan chog'da Uyg'urlarni asta uyga chiqarib o'tibdi. Bu Uyg'urlar necha haftadan keyin uyda o'lib ketgan ahvolda eg'ir ekan. Shunga turmada o'lib ketganlarning soni sal oz ko'rindi ekan. Endi men shu g'arbniki medialarga o'lib ketgan Uyg'urlarning soni 1 millionni oshdi deb kelgan hozir qadar. Bu sonda masalan ichkariga ketgan 500 ming Uyg'urlarni o'z ichiga oladi. Ichkariga ketgan Uyg'urlarni bular saq qo'ymaydi. Nurg'unlarni o'ldirib bo'ldi, xalqlarni o'ldirdi. Ashlam o'z ichida. Lekin bu yangigan son hozir shu Sharqiy Turkistonda o'lib ketgan odamning soni 1 milliondan aşağıydı. Lagerda 800 ming olsa, turmadagilar menimcha hargiz bulardan qilishmaydi deb o'ylayman. Turmadan pek odamlarimiz pek jiq. Shu Amerikada o'qib, ondan keyin Xinjiang universitetida qonun fakultetida ishlayotgan bir xonim bor ekan. Bu xonim aslida ishkirdagi bir oliy maktabga ishligini beribdi ekan. Keyin uni ashaddan tutib ketib, lagerga sulab qilib, uni nihoyatda qiynab, yaqinda ashta qilibdi, yaqinda qo'yib biribdi bu xonimni. Lekin saram olib qolibdi. Men ismini tekshirishga ulgurmay qoldim. Chiqib Amerikada o'qib ketib, Xinjiang universitetida ma'lum bo'lgan ekan qonun kasbida. Uni lagerga sulab qo'yib biribdi. Lekin hozir ro'y kasal ekan, sudaydigan bo'lib qolibdi. Bundaq xonimlarning uchi bor ekan. Shu qonun sohasida ishlaydigan yana xonim bor ekan. Yani işkideki hanımlar, yani birisi o'qituvchi, yani birisi qonun sohasida ishlaydigan xonim ekan. Bular nihoyatda kuchli xonimlar ekan, qahramon, nihoyatda Xitoylar bilan ravus munoziralashadigan odamlar ekan. Bularning hammasini akir ketib saran qilib qo'yib beribdi. Hozir chiqibdi, ammo saranga ishlaydi. Ondan keyin Rayla Davudniki opsi dadasi Shuhrat Zakir bilan ko'rishibdi, qizini izlab. Lekin hozir qadar Rayla Davud to'g'ri hech qanday uchur yo'q ekan. Saqmi, o'lib ketdimi bu to'g'ri. Hech qanday uchur yo'q ahvolda ekan. Yana bir egalga yana bir uchur shu lager turmalarda Uyg'urlarni urib qiynaydigan odamlarni hammasini Xitoydan kelgan ekan. Xitoydan kelgan Xitoylar ekan. Odam qiynashga savatqanlar. Mayli ayollarni qiynash bo'lsin, erlarni qiynash bo'lsin. Sat ishkirdan kelgan Xitoylar qildi ekan bu ishni. Chiroylari shuncha sat vahshiy odamlar deydi bularni. Hech qanday rahim degan narsa yo'q. Shular epardigan bu ishlarni. Nimani sifatiniki tinjangi deydi. Uniki Sindangi Sherzat Bog'dun o'zini turmushga ketibdi, ikki bolasini tutib ketibdi, ayoli yo'qolib ketibdi. Andan keyin o'tir sotdiki G'olib Yanjang deydi. Uni bu odammi balki g'urur kuchli odam ekan, ayni vaqtda Beijingga bu shu lager ishlari boshlangan chog'da Beijingga berib ekan bu odam. Biraz arz qilib bu nima shub ketib bordi. Nima uchun bu begona o'g'rilarni tutib deb ashaga berib ekan, keyin u yerga berib qaytib kelgan vaqtida aylarni bilan tutib ketdi ekan bu odamni. Hozir uning o'g'li o'lim jazosi berib kechtirib ijro qiladigan kishilarning qatorida ekan. Tashkilotda tiyib qatorliq shu kishilar bir qatorida ekan bu kishi. Yaqinda Urumchidagi bir qozoq o'qituvchining uyiga shu bir Xitoy saqchilari kelib ekan. Tunishdi ekan bularni, yaxshi tunishadigan Xitoylar ekan. Buni uyga kiriblamkin bu qozoq o'qituvchiga debdi, biz Uyg'urlarni joylab bo'ldik, ertadan boshlab sizlarni joylaymiz deb. Yaqin tunishgan Xitoy saqchiniki o'zining qozoq tunishi deyotgan gap ma'lum. Uyg'urlarni joylab bo'ldik, ertadan boshlab sizlarni joylaymiz deb shunday debdi. Lekin bu qozoq o'qituvchining intan achchiq ketdi bu gaplarni anglab. Hech qanday taptatadigan ish yo'q deydi. Menga kelgan yana bir uchur, bu to'g'ri burun ancha gap anglamagan. Xitoylar 2016-yilniki oxiri rasmiy shu lagerga cho'ng ko'lamda odam sulashni boshlashdan burun 2-3 plan tuzgan ekan. Oldidan planniki birinchisini ijro qilib, buningga xalqaro inkosi qandaq, chet eldagi Uyg'urlarning inkosi qandaq, mushni qarab turib, keyin agar bak bo'lmasa, ikkinchi planni yoki uchinchi planni ijro qilamiz deb dastlabda sinab qilibdi buni. Shu cho'ng ko'lamda odam tutib qarsa, xalqaroniki ancha inkosi yo'q. Uyg'urlarniki inkosi ancha yo'q. Shu WhatsApp bilan torlar ancha bilan chiqarib qo'yishdan boshqa hech qanday inkos bo'lmagan. Shuning bilan andan keyin bu
bu ishni obdan qilsak xotirjam qilaversak bo'ldi ekan deb bular rasmiy ishni boshlabdi. Ya'ni ikkinchi va uchinchi planga navbat kelmabdi. Men bu gapni anglab bir narsa esimga keldi. Esinglarda bor, Donald Trump 2017-yili Xi Jinpingni ko'rishgan chog'da bu kampning ishlari sizlarniki bir yaxshi tanishinglar, uni qilaversanglar bo'ldi degandek bir gapni degan. Bu gapniki Xi Jinpingga zo'r ilhom bo'lganligini his qildim men. Shu ishlarga qarab turib. Ish qilib boshqa ishlar bo'libdi ekan. Xitoyninki boshqa taraflarim bor ekan. Agar xalqaro bak qo'zg'alib ketib qolsa, dastlabki mushlarga uslashishni boshlagandan keyin biz boshqaroq yo'l tutamiz deb tuzib qo'ygan ikkinchi, uchinchi planlarim bor ekan. Qolganligi navbat tegmabdi. Ondan keyin bu mush lagerga kam ko'lamda odam ushlash ishlarini eng dastlabda haqiqatanmi odatdagi kadrlarni maxfiy tutgan ekan. Markaz. Masalan, faqat lamkin o'lkaniki birinchi daraja shujisi yoki boshlig'i, ondan keyin Guanjuniki boshlig'i, Jinfatingniki boshlig'i degandek ozroqlar 4-5 odamga deb qolgan boshliqlar demabdi ekan bu ishlarni dastlabda. Sizlarga men bir qatim ishkirdan tashvishga adam kelib, bizning vatanda bo'lgan ishlarni ko'rib hayron qolibdi. Yoki shularni aldaydiganға maxsus kurishli odamlarni tarbiyalab, manda deysan deb ko'z bilan chiqib o'tdi degandim. Haqiqatan ish bo'lgan ekan. Bular dastlabda shu xalqaroniki inkos qanday bo'ladi, chet eldagi uyg'urlar inkos qanday bo'ladi deb bu ishlarni boshqa o'ziniki cho'ng yuqori daraja kadrlardan maxfiy tutgan ekan bular. Bir qancha odamlarga deb qoldirdi demay. Lekin keyin qarasanda ish bo'lmagandan keyin bu ishga oshkorlaydigan bo'libdi. Ondan keyin 2017-yili 2-oydan 9-oygacha bo'lgan oralikda tutgan odam 800 mingdan oshgan ekan. Bu 800 ming degan son xalqaro matbuotga 2018-yili 1-oyda chiqqan. Bu son shunga o'xshash chiqyapti miyada. Demak, Xitoylar 2-oydan 9-oygacha 2017-yili 800 mingdan ko'p odamni tutib bo'libdi. Ana hozirgi Xitoyniki planida o'ziniki birinchi planni o'zgartish hech qanday xiyol yo'q ekan. Shu bo'yicha ijro qilaveramiz degan bir holat turibdi hozir. Buni o'tganda Xinjiang yig'ini degan yig'inda oshkorladi, xalqarog'imi dedi, bizniki Xinjiangda qo'llanayotgan siyosatimiz to'g'ri, o'zgartmaymiz deb. Shunga Xitoyniki nuqta turib qaragan chog'da Xitoy hech qanday planni o'zgartgani yo'q, xalqaro besimga hech qanday bosh ekkani yo'q. Asli planni aynan ijro qilmoqmiz degan bir holat so'raytibdi hozir. Bu menga bu qatim kelgan uchurlarning ichidagi bir qismi bo'ldi. Ondan keyin menga kelgan yana bir uchur Urumchidagi uylarniki ba'zi tushib ketmabdi. Lekin janubdagi qora joylar bor, Uyg'urlarniki uylarini setish bitlay mumkin emas ekan hozir. Masalan 200 ming, 300 ming so'mlik qora joylari bor Uyg'urlar. O uylarni qatl sotolmaykan, bozor bitlay sotilishga ketibdi. Bu bir xabar keldi. Shu vatan haqidagi bu haftaki uchurlar shunchalik. Ondan keyin menga ba'zi qarindoshlar bir narsani yo'llab, mana shuni deb qo'ysangiz deb havola qildi. Uni men desanglar, Turkiyada maxsus Xitoy uchun ishlaydigan ba'zi odamlar bor ekan, Xitoylar apaq-chapaq bo'lib yuradigan. Bular hozir Turkiyaga vatandosh bo'lib bo'lgan Uyg'urlarni vatanlar shart Turkistonga berib, tuqqay olsanglar bo'ladi, berib kirib kelinglar deb da'vat qo'yibdi. Mankiyan uchurda deydi, bu bir tuzaq. Hergiz Uyg'urlar bu tuzaqqa tushib qolmasin. Bu Xitoyniki ilmi kerak. Agar Turkiyaning grajani bo'lib qolgan Uyg'urlar vatanga borsa qaytib kelmaydi, sulaytadi deb qo'ysangiz deb havola qildi buni bir deb qo'ydim. Ondan keyin yana bir narsa shu boshqa havola qilgan. Men endi mana programmamni kurdigan odamlar haftasiga 4000 dan 6000 odam kiryapti. Aslida bu boshqa shu qarindoshlar bir narsani havola qilsa deb qo'ygan bor endi. Men buni pul topmayman, masalan, xabar bor. Ma bir qarindoshimiz odam Bavdunov degan bir qarindoshimizniki bir shirkati bor ekan. Hozir Avstraliyada turdi ekan yosh inimiz. Bu inimizniki shirkati nima qildi ekan desanglar, shu kiyim-kechakda dunyodagi eng donliq markalarni ki eng bahsi azonlarini tepib xaridorlarga yetkazib beradi ekan. Bir tor betim bor ekan. Thisdeal24.com deydi. Thisdeal24.com deydi. Men buni shu bugungi videoni ostiga chiqarib qo'yaman. Shu yerga berib shuni tashib ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu qarindishimizga menga buni havola qilishidagi maqsadi
Ben şu Uygurlarga yardım kılay, başta işten başladım, nayet obdan men vatıdı. Ben çoğun müstakillik danlıq markalarını işlep çıkırdığın şirketlerde mu, 5 şirketlerden münasebet unutup buldum. Bolsa Uygurlar bundan faydalangan bolsa, kin hemkarlaşıdığan fırsatlar bolup kalsa hemkarlaşıp, şu arkalık iqtisatını terakki kıldırıp, şu Uygur davası üçün haşlaşışta arzuyum var dep şu gapni dedi. Şoň bunu dep ki, hem bir teklap ki, mabu ben bizning o'tirmizda hech qanday pul muomalasi yo'q chima buni men pul ilib qo'ygan ish emas inimiz havola qildi man shu buni deb qo'ygim keldi boshqa qarindoshlarning mushtaq gaplar bo'lib qolsa man yetkazib qo'ysam bo'ldi endi uyg'urlar bir birimizga yordam qilishimiz kerak shunday qilib bu haftadagi uchurlar mishada tugdi kelar qatim kirishishcha omon bo'linglar ondan keyin birga o'tirdi uzib ketib qoldi buning uchun apu so'rayman sizlardan mushtaq g'alati ishlar bo'lyotidi bu YouTube'ga çıkan vaktimde ben başka videonu koşup çıkarım. Şuna YouTube'ni kurduğun kardeşler oturup üzülüp kalkan afanı kömeysler. Maqalamsa, kilar qatım kirişçi aman bulunlar. Hayır hoş Allah'a emanet.